ertalab to'polon boshlandida, uyda o'tirsam qanaqadir shovqin suron, odamlar baqiryapti. Tulkilarni bilasizlar-ku, to'polonchi xalq bo'ladi. Ozgina narsaga janjal to'polon qilishadi. Shunaqa narsa boshlandimikin deb ko'chaga chiqsam, mana shu uyimizning tagida bo'layotgan narsa, bo'layotgan holat. Qaranglar, военный parad bo'layotgan bu yerda. Turkiyani barcha qurolli qo'shinlarini qanaqangilari ham borda. Qanaqangi qurolli qo'shinlar bo'lsa, hammasini texnikasi, hammasini askarlar chiqib, bugun shu yerdan paraddan o'tishyapti. Bu ham Turkiyaning bitta askari. Ular ham Turkiyaning askari. Bular ham Turkiyaning askari. Qo'lini ko'tarmading-a? Politsiyasidan tortib, DAISidan tortib, turistik politsiyalaridan tortib, xullas spetsnazlari yo'q, hammasi mana shu joydan paradda o'tyapti. Agar bilganlar bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Bugun 23-avgust. Qanaqangi bayram bu yerda? Bu jandarmlar, ya'ni politsiyskilar ko'chadagi PPSlar. Bular esa yo'ldagi avtotransport politsiyskilar ekan. Bu qanaqa politsiyski bilmayman, kommentariyada qoldiringlar. Qurollar bular. Bular tank, ya'ni tankga qarshi o'qigan Chevelin. Ukrainada juda mashhur bo'lgan qurollar. Bu qanaqa qurol? Kim biladi? Bu nari sariqda aytyapman. Boshqa tomonga hayotni uzmaylar. Harbiy askarlarni jang maydoniga olib borib tashlaydigan bronirованный mashinalar. Bular menimcha противоракетный. Bu qanaqa qurol? Qanaqa военный qurol? Bu mashinalar.